Xitoy mutaxassisi Birleşken Devletler Teşkilatı 53. qatimliq kishilik huquq yig'inida Xitoy rejimining Sharq Turkistonda ijro qilayotgan Uyg'ur tili yoziqini ishlatishni cheklash jinoyatini yana inkor qilishga urindi. Xinhua agentligining xabarida bildirilishicha, atalmish Xinjiang Universiteti Xitoy Til Adabiyot Instituti Xitoy Til fakultetining muavin mudiri Zhang Deki 3-iyul Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 53. qatimliq kishilik huquq yig'iniga munosabatlik bir qatimliq faoliyatda yolg'on guvohlik berib, Xinjiang ko'p millatlik rayon, har xil millatlarning tillari kundalik turmushda ishlatildi deb bildirgan. Holbuki Xitoy axborot vositalarining xabarlaridami Xitoyning Sharq Turkiston xalqining kimligi va madaniyatini yo'qotish, assimilyatsiya qilish uchun yaqingi yillardan buyon zo'r kuch sarf qilib, Uyg'ur tili darsligini amaldan qoldirib, Xitoy tilini o'zlashtirish siyosatini majburiy ijro qilayotganligi o'tirg'i chiqmoqda. Savdo va kishilik huquq boyliq markazi 6-iyul bir doklad e'lon qilib, ekologiyani o'zgartirishga ehtiyojli qazilma boyliqlarni qazishga qatnashgan Xitoy shirkatlarini 2021-yildan boshlab Xitoy sirtida kishilik huquqqa og'ir daxl targ'iz qilish bilan aybladi. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha, mazkur doklad aytilishicha, 2021-yil 1-oydan 2022-yil 10-oygacha bo'lgan aralıqda Xitoyning 39 kon shirkati 102 qatimliq kishilik huquq va muhitga daxl targ'iz qilish delosiga chetilgan. Xitoyning Guangdong o'lkasidagi bir yassida pichoqli hujum yuz berib, 3 bolani o'z ichiga olgan 6 odam o'lgan. Guangdong o'lkasi Lianjiang shahri doiralarining bayonotiga qaraganda, hujum bugun atganda yuz bergan. Voqeada bir o'qituvchi, 2 ota-ona va 3 o'quvchi qazo qilgan. Bir kishi yaralangan. 25 yoshli jinoyat gumondori qo'lga olingan. O'zbekiston Markaziy saylov komiteti bugun o'tkazilgan prezident saylovining dastlabki natijasini e'lon qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 87.5% biletga erishib, qayta prezidentlikka saylandi. Aprelda O'zbekistonda o'tkazilgan umumiy xalq orasida ovozga qo'yishda ma'qullangan asosiy qonun bo'yicha 65 yoshli Mirziyoyev yangidan prezident bo'la oladi va vazifa muddati 7 yil bo'ladi. Amerika Moliya ministri Janet Yellen Xitoyga bozor islohotini talab qildi va Xitoyning yaqinda Amerika shirkatlari qaratgan qattiq qarori va o'zak yasashda ishlatilgan metallarni eksport qilish cheklamasini tanqid qildi. Yana bir tarafdan Yellenning Beijing ziyorati jarayonida Xitoyning muavin bosh ministri He Lifeng bilan ko'rishishdan ilgari 3 qatim bosh egishi talash-tartish qo'zg'adi. Cumhuriyetchilar partiyasining a'zolari Amerika Moliya ministrining qilmishining haqorat ekanligini o'tirib qo'ydi.